أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey Allahqa və Allah'ның peyğəmbərigə iman etqan kişilər, sizlər kafirliqi səbəblik Allah g'azab qilgan qavmni hargiz do'st tutmanglar. Ular qabrlardagi kafirlar ishning haqiqatini ko'rib, o'zlariga oxiratda azobdan boshqa hech narsa yo'qligini bilgandan keyin Allohning rahmatidan umid uzgandek yoki kafirlar tirilishni inkor qilganlikdan qabrlarga ko'milgan tuqqanlarining tirilishidan umidini uzgandek Allohning oxiratdagi mukofotlaridan umidini uzgan kishilardir.